qachon tugaydi ekan bu remont ishlari? Hali bu yo'llarni ta'mirlashim kerak. Kim kelib tekshirardi? Ta'mir ishlari yakunlandi deyman. Qolgan pulni cho'ntakka bosaman. Samarqandda qurilayotgan maktab qurilishida xuddi shu kabi ko'rinishda bir qator kamchiliklar aniqlandi. Aniqlik kiritilishicha, kamchiliklar viloyatning Pastdarg'om tumani Katta Nayman mahallasi hududidagi 68-maktab hududida qayd etilgan. Pastdarg'om tumanidagi 68-maktabda sport zal binosi qurilishini nazorat qilishga kelganimizda bir qator kamchiliklar aniqlandi. Jumladan o'sha ramalarda o'rnatib qo'yilishi kerak bo'lgan o'sha qo'shimcha отдельный stерженlar tasdiqlangan loyihada ko'rsatilgandek bajarilmagan. Joyda buzish bo'yicha yozma ko'rsatmalar berilib, joyida ta'minlanadi. Qurilishda texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan, materiallarni saqlash qoidalariga ham rioya qilinmagan. Bu yerda materiallar usti ochiq holatda, yog'ingarchilik to'g'ridan-to'g'ri kelib tegadigan holatda saqlangan va metal konstruksiyalarda korroziya holatiga chalinish kutilyapti. Shu uchun buni materiallarni saqlash uchun usti yopiq ayvonlar tashkil qilinib, materiallar shu joyda saqlanishi uchun ko'rsatmalar berildi. Shu tartibda nazorat tadbirlari davom etmoqda. Maktab qurilishida ishlatilishi kerak bo'lgan qurilish mollarini tejab, pullarni esa o'z ehtiyojlari yo'lida sarflab yubormoqchi bo'lgan shaxslarning afsuski qabih rejalari ish bermadan endi ular qonun oldida javob berishadi.